أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli saboqdoshlar. Yani bugün dersimizge qaytib keldik. Bugünkü dersimiz yani Kur'an-ı Kerim'nin mucize ekanligi haqida bugünkü dünyadaki ilim-fen sahiplerinin ilim-fen orqali keşf qilgan keşfiyatlar orqali Kur'an-ı Kerim'nin 1400 yıl mabeynida bergen haberleri ve kaldığan uçurlarının hakikaten doğru rast ekanligi 1400 yıllık terakkiyat ve ilim fendeki yükselişler neticesinde erişken ve kolgu keltügen neticenin aynı zamanda Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim arkalık bunu bizlerge yetkizib bo'lganligini ko'rilish orqali Qur'oni Karimning Alloh taolaning kalomi ekanligi va Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning bu kitobni Alloh taolo tarafidan qabul qilib bizlarga yetkizganligi bu kitobda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hech bir havoyi havisi xohishi aralashmaganligini biz sizlarga so'zlaymiz. Alloh taolo har bir payg'ambar avvatsa shu payg'ambarni kuchlik mo'jizalar bilan, moddiy mo'jizalar va hissiy mo'jizalar bilan kuchlantirib, ularning payg'ambarligini isbotlab kelgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hem Allah Teala ana şundaq mucizeler bilen güçlendirgen. Bu mucizeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın peygamberlikini bir taraftan ispatlaş arkalık Resulullah'a iman etken sahabelerinin imanını küçeytiş, itikadını müstehkemleş, o yolgu boğan sadaqatini aşırış bolsa, onun işenmegen kişilerinin üstüge hüccetini tiklaş ve hüccetini ulağa turguzuş arkalı ulanın İslam'nın delilinin acizliği yaki asassız işkellikinden ibaret bu davalarının yalgancı davalarını yalgan çıkarış ve davalarının asası yokluğunu ispatlaştı. Dersimizin tünügenki kısmında Kur'an-ı Kerim'nin fasahat tarifidin ve bergen haberlerinin rast ve real boğallığı tarifidin Allah Teala'nın mucizesi ikenlikini ispatlagan idik. Bugün Kur'an-ı Kerim'nin yeni ilmi mucizelerini yani Kur'an-ı Kerim nazil kılınğandın Çinki 1300 yıl, 1400 yıl, 2000 yıl, 1000 yıldan Çinki tadqiqatlar, iniqlashlar ve tekşirişler Kur'an-ı Kerim'nin hakikaten Allah Teala tarafından kelgan bir kitap ekanligini isbotlashganligini biz so'zlab o'tmoqchi. Dersimiz El-İ'cazul ilmi El-Hadis lil-Kur'an. Kur'an'ın yeni ilmi mucizeleri. Allah Teala senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebayyana lahum ennehu'l hakku evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani biz bu insanlığa, dinge işenmegen, İslam'a işenmegen kişilerge bizninki
oyatlarimizni, yani dalillarimizni, hujjatlarimizni, paketlarimizni dünyanın her taraflarında, şarq, g'arb, şimal taraflarında, janub taraflarında, asman, zemin her taraflarında, hatta ularning o'zida ko'ksitib turtmiz. Ta ularga bu Qur'oni Karimning haq ekanligi ayon bo'lganga qadar deb Alloh taolo va'da qildi. Demak, Alloh taolaning va'dasi ta qiyomat kungachilik haqiqatki her zaman, her makan, her davrdagi insonlar Alloh taolaning mo'jizalarini ko'rish, mo'jizalar bilan uchrashish, mo'jizalarga yo'liqash bilan ular bu Qur'onning haqligini, payg'ambarning haqligini va bu Qur'onga ergashmagan musulmonlarning yo'lining haqligini ular qalbida tasdiqlaydi, aqlida e'tirof qiladi va ular buni qabul qiladi. Allah avalam yakbi robbik, sizning Robbingiz hamma narsaga guvoch ekanligi kifoya emasmi? Dedi. Demak, Alloh taolo birinchi Qur'oni Karimning haqligiga shahid, guvohchi. Allah hamma narsani biladi, xabari bor, har bir narsadan Alloh taolo yaxshi o'qidi. Robbimizning va'dasi sanurihim ko'ksitmiz. Sen istiqbol harfi bo'lib, kin, buningdan kin, hozirqidan kin demakchi, ko'ksitmiz deb Alloh taolo va'da qildi. Mana Robbimizning va'dasi bu zamonda 21-asr va 20-asrda reallikqa aylandi, amaliyotga chiqdi. Haqiqatni aniq bilinmagan, tushunmagan, aniq ko'rmagan kofirlarmi Allah subhanahu va taolaning oyatlarining mahluqotlarning atroflarida ko'rdi. Bular bu oyat sirlarini faqat arpilanga o'xshagan, dengizning tagiga cho'kadigan g'avvos kemalarga o'xshagan, insonlar ininga mushu zamondalam ega bo'lgan boshqa bir zamonlarda yo'q. Ammo bu zamonda ega bo'lgan shu g'avvos, ya'ni dengizning yuzi tagiga cho'kadigan kemalar va arpillarga o'xshagan eng inchka uskunalar, eng inchka vositalar bilan bu sirni ko'rib bo'ladi. Demak, Qur'oni Karim bu xabarlarni bergan chaqida bu arpilarlar yo'q edi. Bu dengizning tagiga cho'kadigan bundaq kemalar yo'q edi. Shu yo'q chaqda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam buning bilan xabar berdi. Fakana lahum zalika, fakana lahum fi zalik. Am bu kafirlarga mushuningda bugungi arpilarlar orqali dengizga cho'kadigan g'avvos kemalar orqali va uningdan boshqa eng inchka uskunalar va apparatlar, vositalar orqali bu sirlarni va bu haqiqatlarni bilganligida Alloh taolaning Muhammad alayhissalatu vassalamga mana bu sirlarni, koinotdagi sirlar, dunyodagi mahluqotlardagi sirlarni ilmiy tadqiqot yo'q bo'lgan, orfilan yo'q bo'lgan, cho'kkichi kimilar yo'q bo'lgan bir kunda xabar berganligiga bir pokit bo'ldi bu. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh xabar berganligiga bir pokit bo'ldi. Chunki bular shu orfilanlar orqali, cho'kkichi kimilar orqali va uningdan boshqa tadqiqot uskunalari va mashinalar orqali tadqiq qilib, aniqlab chiqqan bu narsalarning o'zining Rasul sallallohu alayhi vasallam 1400 yil burun xabar berganligi, u vaqtda Rasulullohning bundaq apparatlar, bundaq uskunalar, bundaq mashinalar va bundaq qulay ilm fan texnikalari bo'lmagan holatida deganligining o'zi Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo tarafidan agar u berilmagan bo'lsa, u Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam buni deyolmayotganligiga bir hujjat bo'ldi. Mana buning o'zi bo'lsa, Qur'oni Karimning kafirlar uchun, bugungi dunyoda yashayotgan kafirlar uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rostligi va bu dinninki rostligini
nima qilib turadigan, bayon qilib turadigan, ko'rsatib turadigan bir yangi mo'jizaninki yangi bir turi ekanligini bayon qilib berdi, ya'ni yangi bir tur ekanligi bo'ldi. Demak, mana bu shu nimadan bu sözümüzden aşındaq ilgar texnikalar ve ilgar maşinalar ve ilgar üsküneler yok çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem əpkəgən bu Kur'an-ı Kerim'nin bəgən xəbərləri bugünkü gündə rastqa çıxıvatqanlıqı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin rast peygamberliki ve bu dinin rast din ikənliğine dalalet kılıdı. Mana bunun misallarından ma kana ahad yazunnu anna asla as-samai ve nucumiha ve kevakibiha ve dukhan. Hiçbir kişi asmanın tiginin ve asmandaki planetler, yıldızların asli maddesinin, asli tiginin ki o bir istütek ikenlikini, tütün ikenlikini oylapma bakmagan idi. Bu asman tütündün terkip tapkan, tütündün kolaştırılgan, asmannınki özü ve başka planet, başka yıldızlar asli maddesi tütündün şekillengenlikini hiç kim oylap bakmagan. Hatta ilmi tadqiqat aparatları, maşineleri terakki kılıp, o ilmi tadqiqat aparatları ve maşineleri bağansırı ilgarlaştı ve tadqiqatçılar tütünün kaldıklarının hala hem bugünkü güne kadar aşı tütün kaldıklarının asmandaki planetlerin şekillenip atkanlığını közülen körep bu ilmi tadqiqat, ilmi keşfiyatlarının özüne dünyaya oturup koydu. Meyli şu asman cisimlerini tadqiqatlayan tadqiqatçılar bolsun, bular bugünkü ariflerler arkalık ve havadaki en küzü tutkan küzetkiçi maşineler arkalık ve mikroskoplar arkalık küzetiş arkalık, tadqiq qilish arkalık şularning özü tadqiq çıktı ki aslen asmanның tigi ve asmandaki aslisi nima desa tütün. Tütündün terkip tapkan yani bir suyuq cisimdin, suyuq bir maddedin, tütün siman bir maddedin hasıl boğanlıqını mana bugün insanlar onu ispatlap çıktı. Ama bugün şu tadqiqat neticeleri ve dünyadaki tadqiqatçı alimlarning xulosalab çıkan şu xulasa neticelerini Kur'an-ı Kerim gibi bir tanlap bakadigan bolsak, Kur'an-ı Kerim bunun nima deydi desek, Allah Teala summastava ilas-samai ve hiye dukhanun faqala laha ve lil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in. Mana bu ayette Allah Teala asmanga ölegenlikini, asmanga çıqqanligini Sümmestava dedi, Allah Teala asmanda urullaştı dedi. Allah Teala asmanda urullaştı. Asman istütek haletteydi. Vahiye duhan, asman istütek haletteydi. Desla asman istütek. Asman suyuk cisim. Asman huddi bir tütündek şekildeydi. Şunu bilen Allah Teala asmanga ve ziminga özanla ihtiyarlık bilen bulamdı. Ya ki mecburluk bilen bulamdı. Kelangla. Hep Allah Teala hitap kıldı. Asman zemin atayna ta'ihin öz ihtiyarlığımız bilen kelimiz ey Perverdigarimiz biz sizin kudretleri aldı da sizininki güçleri aldı da biz aciz sizge boysunumuz dedi. Demek mana Allah Teala bu ayet-i kerimede özünün asmanga urulaşkanlığını, asmanda makallaşkanlığını, o Allah Teala asmanda urulaşkan çağda asmanınki istütek ikenlikini andın Allah Teala özünün hitabı arkalık asman ve zeminga buyruk kılışı arkalık asmanınki istütekten şekillengenlikini, istütekten terkip tapkanlıkını bizge haber verdi. Mana bu 1400 yılın aldığındaki Kur'an-ı Kerim bizge yetkizgen ve dünyaya yetkizgen uçur bu. O vakitte kim asman cisimlerini tadqiq kılsın, kim o asman hakkında oylansın, asmanın tigi nime, o nimedin terkip tapkan, maddesi katıq madde mi, suyukluk madde mi,
bunun hakkında o'ylanayotgan bir zaman emasdi birodarlar. Mana bu Qur'oni Karimning bugungi kundagi ilmiy mo'jizalari. Ikkinchi, bugun tadqiqotchilar osmondagi yulduzlarning hala ham yaratilayotganligini, ya'ni yaratilgan peticha emas, kunda her zaman o yulduzlarninki, planetlarning yaratilganligini ve planetlarning orbitlarının, yo'llarining birisi-birisidan yiroqlayotganligini, bag'ansiri yiroqlayotganligini kashf qildi. Mana buning bilan osmonning hali ham kengayayotganligini, cho'ngayotganligini, yo'g'inayotganligi bu ma'lum bo'ldi. Endi Qur'onga qalayli, Alloh deydi: "Vas-samaa banaynaha bi'aydin va inna lamusi'un." Biz osmonni mazmut yarattık deydi Allah Teala. Güçlük yarattık. Yeni bir tefsirde biz osmonni gücümüz bilen yarattık. Özümüzün gücü bilen yarattık bunu. Ve inna lamusi'un. Biz osmonni kengaytimiz dedi. Bu yerde cümle ismi bulup davamlı kengayayotganligini, cho'ngirayotganligini, osmonninki jismininki kundan kunga yo'g'inayotganligini Alloh xabar berdi. Mana bu xabarni Qur'oni Karim 1400 yil burun bergan bo'lsa, bugungi tadqiqotchilarning yana osmonda kundan kunga shundoq bir cho'ng planetlarninki mavjud bo'layotganligini, yangidan mavjud bo'layotganligini, bu mavjud bo'layotgan planetlarning bir-birisiga üstüşüp qalmasligi, bir-birisining yo'liga birisi kirib qalmasligi, orbitida birisi bilan to'qinish bo'lib qalmasligi uchun o osmonning orbitalari, ya'ni shu nimaninki osmondagi planetlarning orbitalarining birisi-birini yiroqlayotganligi, samon yo'li sistemlarining kundan kunga birisi-birini yiroqlab cho'ngirayotganligini mana bugungi dunyo olimlari nima eshitib berdi. Demak, osmondagi planet ko'payotgan, bu planetlarning bir-biriga üstüşüp qalmasligi, bir-biri bilan zich holatda qistilang'i bo'lib qolmasligi uchun o orbitalarning samon yo'l sistemlarininki kengayayotganligi, bu kengayishning osmon jismininki kengayayotganligini mana dunyo eshitib berdi birodarlar. Uchinchi, tadqiqotchilar eng oxirida oyning bir yenib tug'uchi jism ekanligini, annal qamara kana mushta'il, yenib tug'uchi nurli cisim bulup kin öçep qalganligini ve nurininki öçürilganligini tadqiq qildi. Ve o quyoshdan oydin chiqayotgan mushu kechilikda oydin hosil bo'layotgan nurininki faqat yana bir chiroqdan nima qilgan hosil bo'lgan bir aks nur ekanligini, asli oyning o'zida nurning bo'lmaganligi, bu kechilikda oydin hosil bo'layotgan nurning yana bir chiroqdan o'nunga hosil bo'lib, uningki bir aks nur ekanligini tadqiqotchilar yechib tashladi. Bu yeni bir chiroq qaysi? O quyosh. Allah deydi: "Famahawna ayatal layl ve ja'alna ayatan nahari mubsira." deydi. Biz keçinin ayetini, yani keçininki nurunu, möcüzesini biz ölçerdik. Keçinin möcüzesi ayeti o ayide. Allah Teala deydi: "Biz ayının nurunu ölçerdik. Ayının nurunu biz yok kıldık ve günün nurunu, yani gündüzlükninki möcüzesini, nurunu yol köksütüdüğün, insanların turmuş yollarını köksütüdüğün nurluk verdik" dedi. Hem de müfessirler bu hakta nime deydi o dese, ayetul leyl el-kamer. Keçinin ayeti nime o dese, ay. Ayetul nahar eş-şems. Gündüzün ayeti quyosh. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bu hakda kanal qamer yudiu keş-şemsi. Aymu quyoshga o'xshash yuritdi. Dunyoni quyosh kabi quyoshdek yuritdi dedi. Endi mufassirlar
فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ deganni tamasna dav'aha. Biz bu ayninki nurunu o'chirdik, ayning nurini ketkizyaptik, ayning nurini biz yo'qotdik deb tafsir qildi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana bu famahavna deganning o'zidan aslida bir nurning borligini, nurluq ekanligini, yuritadiganligini kin Allah taolo kechining nurini, kechininki ayning nurini, ayning yorug'ligini uni Allah taolo o'chirib o'tib, quyoshning nurini qo'yib qo'yganligini. Ammo ayning kechilikdagi nurining quyoshning yuzi bilan qancha udullaşgan siri, quyoshning yuzi bilan qanchaki u bir-biriga udul kelgan siri, shuncha o ayninki nurining yuradiganligi, ayninki dunyoni yuritadiganligi, zaten aydın nurining yo'qligi, u aydın hosil bo'lgan nurning aslida quyoshga yuzlanish orqali shu quyoshdan hosil bo'lgan nurni dunyoga qaytarganligini mana bugun dunyodagi kashfiyotchilar va ilm-fan sohiblari buni aytib berdi. Qur'oni Karim oyni va o oyning chirig'ini tilga olib dediki: "Tabarakallazi ja'ala fis-sama'i burujan va ja'ala fiha sirajan va qamaran munira." Mana osmonda yo'lini qilgan, quyoshning yo'lini, oyning yo'lini va boshqa har turli planetlarning yo'lini, saman yo'li sistemasi deb mangadigan yo'lini qilgan va u osmonda chiroqni, nurliq bo'lgan oyni qilgan Alloh taolo ulug', muqaddas, barakatli, uning barakati butun dunyoga om bo'lgan, hamma uning barakatiga cho'mgan, hamma uning barakatidan olgan o'shundoq bir ulug' muqaddas zot deb Alloh taolo mana bu so'zida va ja'ala fiha sirajan va qamaran munira dedi. Mana qarab baqing, Alloh taolo sirajan dedi. Agar quyosh oymi yuritadigan, yorug'lik tashlaydigan bo'lsa, Alloh taolo sirajayni deb sirajan demakdir. Demak, bu siraj degan nurning aslida o'zidan bo'lganligi, o'zida hosil bo'lgan nurni sirtga chiqarganlikning o'zini siraj desa, ammo oyda undan emaslikni bayon qildi. Demak, oyning nuri kundan elingan, quyoshdan hosil bo'lgan, quyosh bilan qanchaki yuzlashgan siri uning nuri ko'payib, o dunyoni yuritgan. Mana bu ushurni 1400 yil burun Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan. Va shundaqla Alloh taolo osmonning, oyning, quyoshning, uningdan boshqa planetlarning yo'llari haqida, nurlari haqida, uning mangadigan orbitallari haqida, tushadigan joylari haqida hammani Alloh taolo tafsili bayon qildi. Bugun mayli oy bo'lsin, kun bo'lsin, boshqa planetlar bo'lsin, yoki uning mangadigan saman yo'li sistemasi bo'lgan orbitallari bo'lsin, yoki osmonning o'zida bo'lsin, qandoq tadqiqot bo'lsa, mana bu tadqiqotlar shu Qur'oni Karimni ayni zamonda xabar bergandek, Qur'oni Karim ayni zamonda eshitib bergandek. To'rtinchisi, odamlar havoga chiqqan, havoga o'lgan kishininki bir kasal havodan tinadiganligini o'ylaydi. Bag'an sira havoga chiqqan sira havo nima? Ammo insonlar yeni hozir insonlar zamonaviy arplarni yasab havoga chiqibdi. Havoga chiqqan kishining nimasi siqilib, yuragi siqiladiganligi, siqilishninki darajasininki bag'an siri yuqorilaydiganligi. Nimishqa har qachon inson havo osmonda o'lgan siri havo azlab insonninki siqilish darajasininki yuqorilaydiganligini echib tashladi va kashf qildi. Bu haqda Alloh taolo nima deydi? "Faman yuridillohu
en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyikan haracan keennema yesta'adu fis sema. Allah Teala hidayet kılışını xalagan kişinin kalbini İslam üçün açıp ötüdü dedi. Yani onun kalbi şundak kengri, şundak azade, rahat, kalp huzur, kalp şundak bir huşallık o kalp tutuyor. Aşo İslam yoludan, iman yoludan şundak huzur alıdığan. Allah Teala azduruşunu irade kılgan kişinin kalbini Allah Teala ta sıkılıdığan, xuddi asmanga o'lgandek siqiladigan qilib qo'ydi dedi. Demak, bu iman yo'lidan, islom yo'lidan, haq yo'lidan chiqib ketgan va bu haq yo'lidan yuz o'rgan kishining qalbini Alloh taolo siqiladigan, bearam bo'ladigan, qalbi qo'riladigan, qalbi qattiq ishchida bir xil heri yegandek bir xil azoblanish shakllanadiganligini Alloh bayon qildi. Buni nima? Havoga o'lgan kishiga tasbih qildi. Qancha havoga o'lgan siri inson osmonga egizga chiqqan siri uningda bir xil dam siqiladigan, qalb bearam bo'ladigan, tinish tasga to'xtaydiganligini Alloh taolo bu oyatda bayon qildi. Demak, insonlar o'ylig'iga o'xshagan havoga chiqqan siri havo zich, sap havo jiq, havodan tinish shunchalik yaxshi bulab ketadi degandek emaski, havoga chiqqan siri havo shalang. Havoga chiqqan siri shundoq bir havo az, sap havo az, insonning tinishi intayin tas. Shu sababdan havo yetishmir, yuraklari siqilgan holatini Alloh taolo ayni zamonda bayon qilgan. Bugun insonlar mana buni echib tashladi va buni insonlar tadqiqot orqali o'tirib qo'ydi. 5-si va ma kana ahad yatasawwaru anna al-jibal takhruqu al-arz kal-awta. Hech kim tog'larni quzuqqa o'xshash zaminni tishib, zaminni bo'sab, zaminni yirtib mana deb buni o'ylab bakmagan hech kim. Bu tağ mışı zeminin töpüste turduğan bir Allah Teala yaratkan mahlukat bu. Bu bütün hayveti, kattıqlıqı, igizliki bilen mışı yeryüzünün töpüste bu dep oylaydı hemme kişi. Ondak yeğenin tigige onun tağınınki bir kavveti çöke, yeğenin tigige pata dep oylamaydı. Hatta bugün keşfiyatçılar, tadqiqatçılar, mutaxassislar biz yaşayotgan yer şarının qattiq bir qavvatininki ostida, biz yaşayotgan yer şarının, biz yaşayotgan hozirgi yer şarınınki qati 2 qat bo'lib, buning bir biz turayotgan qati qattiq qat, mazmut qat. Buning ostida bir yumshoq, shilimshiman, chaplash bir qatning baliqini her bir tağının astıda şu yumuşak katka çöker, ziminni biz yaşayotgan mezmut ziminni mustahkem tutup tugan bir yıldızının balıkını bu yer şarı nima midilab ketmisin, tavrab ketmisin deb astınınki yumuşaqlığı bo'lganlik sababli tavrab ketmisin deb onu Alloh taolo shu zaminninki tegiga bu tog'lininki bir yildizininki singanligini echib tashlab berdi. Demak, birodarlar, bu yer şarının katlamlarının 2 kat bo'lganligi, biz turayotgan qatlami qattiq, bu qatlamning tagida yumshoq bir qatlamning borligi, hozirgi yer şarının ustida turayotgan tog', u yer şarının tagining yumshoq, tigi qatlamlarınınki şundaq bir yumuşak qatlam bo'lganligi sababli buning tavrab midilab ketishi sababidan buning töpüsteki hayotlikninki xotirjam bir hayotlikqa imkoniyatsiz bo'lib qolishi sababidan Allah subhanahu va taolo shu qattiq bir qatlamni tishib, bo'sab, o'tab
yumuşak katlamlardan hem ötep aşı yer şarınki midilap ketmeslik için Allah Teala tağını yani şundak zeminni muhafizat qilish, qo'g'dash va zeminni mustahkamlash, chingitish, zeminning tavrab ketishining oldini olishlik uchun qo'ziq kabi, xuddi qo'ziqni qaqsaq, uningki bir qismi yerning tagida, bir qismi yerning tepasida bo'lgandek, u qattiq qatlamning sababi bilan tavrab ketishning oldini olishlik uchun onun tigideki yumuşak katlamlarıgıçılık singen, yumuşak katlamlarıgıçılık mangan bir kavvetinin balıqını Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan. Ama insanlar bundak buluduğanlıkını oylap bakmagan ve bunu tasavvur kılıp bakmagan. Bugün ilim-fen terakki kılıp, keşfiyatçılar, mutahassisler, tadqiqatçılar bunu içip taşlap verdi. Ama Kur'an-ı Kerim Allah deydi, Allah Teala deydi, vel cibale avtada. Biz tağını kuzuk kılıp yarattık deydi ya. Kuzuk xuddi qıqılgan nesini çıngıtkan qoqşaş, bu tağ zeminni çıngıtıdığan, zeminni mustahkemleydiğan, zeminnin midilap tevrep geçişinin aldığını alıdığan ve şunu saklaydiğan bir kuzuk kılganlıqını Allah bayan kıldı. Yine Allah Teala وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Biz zeminde tağlarını kıldık. Bu tağlarınki, zeminninki şu adamlar bilen midilap ketmeslik için tağlarını kıppadık dedi Allah Teala. Mana bu ayeti kerimni o'ylanadigan bo'lsak, dal bugungi kundagi tadqiqotchilar diginiga o'xshagan zeminning qatlamlaridan, qattiq qatlamidan o'tib, iningdagi yumshoq qatlamlargacha singib kirgan tog'ning bir qavatining baliqi va uning zeminning tigidagi qavatining balkim uning ustidagi qavatdan cho'nqur yıldız taatqanlıqını Allah Teala bizge mana bu ayet haber verdi. Altıncısı tadqiqotchilar su bulutdan tushgan chig'ida o'simliklarni chiqaradiganligini, o'simlik yup yeşil bo'lgan bir moddani chiqaradiganligini, shu moddada danla, meyveler kılıdığanlıqını ve bu yeşil maddeden dan ve meyvelerin çıkırıdığanlıqını neme kıldı? İçip taşlap verdi. İçip taşladı. Mana bugün tadqiqotchilar ve mutaxassislar, alimlar bulutdan su tushsa, bu bulutdan tushgan su zeminning tagidagi uruqlarni ve uruqsiz ünüdüğen maysalarını ündürdüğanlıqı ve bu maysalardan yup yeşil bir maddenin çıkıdığanlıqı ve bu maddede anındakin bu şundak dallık, ziraat bolsa dan, meyveçilik, deldirak bolsa meyveçilik çıkıdığanlıqını Allah Teala bayan kılıp verdi. Hem de Allah Teala ne deydi bu hakta? Vallahi وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. Mana bu ayet qarab bakayla. Allah Teala asmandan sunu çüygüzdi. Yani asman emas, buluttin. Buluttin sunu çüygüzdi. Biz o su bilen aslisi فَأَخْرَجَ بِهِ. Bu yerde bir iltifat bağda sözleyimiz Arap dilinde gıybettin tekellümü yötkelgenlik buçu. Bu su bilen her kandak nesinin ösümlükünü biz çıkardık dedi Allah Teala. Biz bu ösümlükten bir yeşil maddeni çıkardık. Bu yeşil maddeden bir-biriga mingishib ketgan, bir-birining ustida zich bo'lgan danlini, ananing danlariga o'xshash, qo'noqning danlariga o'xshash, bug'doyning danlariga o'xshash, bir-biriga minib ketgan, bir-birining ustida bulab ketgan bundaq danlini chiqaramiz deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Demak, suv bilan o'simlikni chiqarganligi, o'simlikdan yeshil bir moddani chiqarganligi, buningdan mutarakib bo'lgan dallarni chiqarganligini Alloh taolo xabar berdi.
Mana bugungi tadqiqotchilar shuning o'zini tadqiq qilib chiqdi. Bugun tadqiq qilib chiqdi mana. Yeni tadqiqotchilar o'simliklarning hammasida bir erkak kishilik tarkibning borligini Allah bunu tadqiq qilib chiqdi. Har qanday o'simlikda bo'lsin, buningda bir erkak kishilik bor. Çokum çanlaşması olmaydı. Eğer bir tal ösümlük yekki yiganı bulap kapkasa, onundan meyve çıkamdı ya meyve çıkmaydı. Ama umu hem çanlaşıdığan ki onun astın nemesi astınki şekhi töpstiki şah bilen töpstiki astındaki bilen birbirine çanlaşıdığan halette. Ve ma kana ahad ya'lamu zalika min qablu. Bunun aldıda hiç kim bilmekti bunu. Allah Teala haber verişinin aldıda. Mana Allah Teala Subhanallazi halaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu ve min anfusihim ve mimma la ya'lamun. Bütün zimin ündügen ösümlük, deldirak, maysaladın bolsun, insanların özüdün bolsun ve ula bilmeydiğen neslin bolsun, hemmini cüp yaratkan Allah Teala'nı pak deymen dep Allah Teala özünü bayan kıldı. Demek zimin ündügünü bolsun, özü bolsun ve bilmeydiğen nesli bolsun, bunu cüp yarattı dep Allah Teala bayan kıldı. Mana bu ayette Allah Teala her neslinin bir cüplük ikenligi. Hatta bir tokka kalırsak mı birisi yuqur besimlik, birisi tüven besimlik, birisi birisiga bağlanıdığan şundaq yaratdı. Bu hemmimizge ma'lum bu. 8-incisi otninki köydürüşü arqılıq yoki soğaqninki to'ng'litishi orqali azaplanadigan, og'ridigan nervlarninki faqat teridilan tepiladiganligini bugun doktorlar içip tashladı bunu. Bunu keşif qildi. Yani mayli o't bilan ko'ygan yoki soğaqning to'ng'izishi orqali qattiq bir soğaq bilan bir og'irsa, bir nerv, bu nerv o'sha og'riqni his qiladigan bu nerv terida bo'ladiganligini faqat va bu sizidigan nervlarning terida markazlashayotganligini bu mana insanni doktorninki yingnisi şu teri rayoniga kirgan chaqda azaplanadigan, og'riq his qiladigan, ammo go'shtga shundaq o'tib ketsa og'riq nima yo'qaydiganligini buni kashf qildi. Zadi insandaki bu ağırlıkni his qilish, azapni his qilish bütün narsani terida markazlashgan. Nervlichu bu ağırlık his qiladigan, azap his qiladigan, yeni bir narsa his qiladigan barliq shu terida markazlashgan. Teridan teri qatlamdan shunda o'tib ketsa, o ağırlık his qilmaydi ekan bu. Buni bugun eshib tashladi insonlar. Ammo Qur'oni Karim o't bilan kurishdan hosil bo'ladigan azapning terida bo'ladiganligini o'zining innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab innalloha kana azizan hakima deb xabar berdi. Bu degani haqiqatan oyatlarimizga tangan mayli kainat oyatları bo'lsin, mayli Qur'on oyatlari bo'lsin, oyatlarimizga tangan, onundan yüz o'rgan va onunga inkor qilib yo'g'onlik qilganlarni biz o'tqa ekirimiz deydi Alloh taolo. O'tqa tashlaymiz uni. Har qachon ularning terilari pishib, og'riqni sezmaydigan, his qilmaydigan, og'riqni tuymaydigan yagi berib qolgan chaqda ularga bu kuyib ketgan, og'riqni his qilmaydigan teridin bilek bir terini almak türümüz azapni tetiş üçün.
deydi Allah. Onu almashtırmasa azapni tetamaydi ekan, azapni his qilmaydi ekan, og'riqni sezmaydi ekan o. Buni bu almashtirish nima uchun? Og'riqni sezgizish uchun, og'riqni tetitish uchun deb Alloh taolo bayon qildi. Demak, kuyib ketgan bir terining onundaki nervlar o'ladiganligi, nerv o'lgan hamon sezmaydiganligini Alloh taolo bayon qilib, shu nervlarning terida bo'ladiganligi, cho'qim og'riqning terida bor nervlarda bo'ladiganligi, agar bu teridagi nerv qatlamlaridan o'tib ketganda hech narsani sezmaydiganligini bugun dunyo olimlari, tadqiqotchilar tadqiq qilib chiqqan bo'lsa, Qur'oni Karim buni 1400 yil xabar bergan. İnnalloha kana azizan alim. Haqiqatan Alloh taolo g'olib. Alloh taolo g'olib, hikmatlik har bir ishni o'rinlashtirishda. 9-inchisi yana tadqiqotchilar chorvalardagi mayli tuga, kala, qo'y, nima bo'lsin, bu chorvalardagi sut inchki uchaydagi yingning orasidan poklanadiganligini ichib tashladi. Asli sut şu inchki uchaydagi yingdan tozalanib, shuningdan poklanib, shuningdan ayrilingan. An qapqagan qoldiqlari mayak suratida yoki ganda suratida bu chiqib ketgan. Bu qapqagan qoldiqlarimi asli biz suyuq bir ying bo'lgan ekan. Aslida bu bir suyuq ying bu. Katmagan tekiço. Ama suyuq yingning arasından Allah Teala sütni pakızılap, tazılap, ayrılap boğandan keyin qapqagan qaldıqları mayak olamdı, gende olamdı, her xil şekilde çıkıdığan gap. An bu qanning ichiga uzuqliq maddasi kirib an şu yani ayrılıngan şu süt madda qanning ichiga kirdi. An bu süt qandın bijiqlarda ayrılındı. Bunu ilmalar içip taşladı. Allah Teala bu aktıma ve inne lekum fil en'am la'ibratan nusqikum mimma fi butuni min beyni persin ve demin lebenen halisen sa'igan lişşaribin. Hakikaten sizlarga beqavatgan chorvalarda, yani qanday turdagi chorva bo'lsin, ibret bor dedi Allah Teala. Buningda dars bor, hujjat bor, fakt bor sizlarga. O'ylanib beqinglar buni, o'qib beqinglar. Qanday qilamiz? Biz sizlarni shu chorvalining qo'shiqidagi ying bilan qonning orasidan sug'uramiz dedi Allah Teala. Shuning orasidan sug'uramiz biz. Yani xolis degan ne uningda qonning ta'mi yo'q, ne uningda yingning ta'mi yo'q, hech yoki puruqi yo'q, xolis ichgan odamga shundoq singadigan, quvvatlik, zaharni tozalaydigan süt bilan sug'uramiz deb Alloh taolo bayon qildi ya. Demak, bu sütni bir o'ylanib baqinglar. Mana o'sha Alloh taolo buni o'zini burun bizga Qur'oni Karim tushganda bayon qilib bergan. Ammo bugun tadqiqotchilar bu sütning asli inchki uchaydagi suyuqlikdan elinib, aningdan keyin bu suyuqlikdan elinib, aningdan keyin qapqagan qismisi bo'lsa gandi suputida va boshqa har xil hayvonlarningki tiziki suputida chiqib ketgandan keyin bu yerga qon aralashgan qismisidan qonni Alloh taolo bu emchak orqali ayollarningki suzib ap qilib, buningdan bir nima suni pakiz bo'lgan, sab bo'lgan sutni chiqaradiganligini bugun tadqiqotchilar ichib tashladi. Bu halanki Qur'oni Karim buni deb bo'lgan edi. Demak, 1400 yildan keyingi tadqiqot, kashfiyot, odamlarning tirishchanligi, ilm-fan texnikasining natijasi 1400 yil burungi Qur'oni Karimning xabarini tasdiqlayotdi, birodarlar. 10-incisi insoniyat dengizda
şu denizning yüzüdeki dolqundan bilek bir ichkiri qatlamlıda bir dolqunning baliqini bilmaydi bu adamlar. Aş denizning tikki çökelaydigan g'avvos kemisi yasalishdan burun bunda qarab şu denizning dolqunda, denizning yüzüde dolqunlayotgan dolqunni ko'rdi va shuni bilibdi. Bu dolqunlayotgan denizninki tigida yeni bir dolqunning baliqini odamlar bilmaydi. Va insonlar bu deniz dolqunlarining denizninki tigida cho'nqur qatlamlarda bir qorong'ulikning baliqini ham bilmaydi. Allah subhanahu va taolo biliqli uchun şu qarang'uliqda yo'lni yuritib turadigan, yo'lni ko'rsatib turadigan chiroqni qildi ya. Biliqliga. Hech kim dolqunning mana bu dolqunlayotgan shakli bilan iningi to'pidan tushgan bu nurni parchalaydiganligini bilmaydi. Mana buning bilan qarang'uliq bo'ladi, xuddi bulutlar ba'zi nurlarni to'sashda ba'zi nurlarni to'sash rolini o'tagandek. Xuddi bulut shundoqqina paydo bo'lsa, osmon quyoshning nurini to'sgandek, denizninki tigidagi dolqunlash orqali denizning yuzidan tekiga cho'kadigan nurni to'sab, denizning ostini qatlamida intayin bir qorong'ulikning borligini odamlar bilmaydi. Lekin bu sirlarning hammasini Qur'onni Allah Teala bir ayet dedi. Ev kezulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawj dedi ya. Cho'nqur bir dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi dedi. Kafirlarning qilgan amali qiyomat kuni ularga xuddi cho'nqur dengizda shakllangan qorong'ulikqa o'xshash bir qorong'u bo'ladiganligi, zulmat bo'ladiganligini Alloh taolo tamsil qildi. Cho'nqur bir dengizda, lekin zulmat. Bu dengizni dolqun yetib turliq. Dengizda bir dolqun bor. Dolqunning to'psida bir dolqun bor. U dolqunning to'psida bulut bor, qorong'u. U bulutning ba'sining to'psida qorong'u bulut bor. İnsan qo'lini chiqargan chig'ida u qo'lni hech kim ko'rmaydi. Qandoq bir odamga Alloh taolo nurni qilmasa, uning nuri yo'q deb Alloh taolo mana buni bayon qildi. Xuddi bu kufrlikda qolgan odam shu dengizning yuzidagi dolqun, uning to'pisidagi bulut taqi qorong'u, shunda qorong'u bulutning ostidagi dolqunlarning ostidagi cho'nqur dengizning ostidagi qorong'uliklarda qolib qolgandek Allah nur vermegen adamning da nur bo'lmaydiganligini bayon qildi birodarlar. Mana bu oyat bugungi kunda Qur'oni Karimningki bir ilmiy mo'jiza sifatida oshkorlanmoqda. Mana bu sirlar va uningdan boshqa osmonning cho'nqur qatlamlari, suvning cho'nqur qatlamlari, zaminning tigi, çarılarınki qo'saqlari, o'simliklarning tigi, insonning tarkibidagi bu sirlarni insonlar faqat mushu zamonda bildi buni. Qanday qilgandekin desa, mana shundoq bir sirlarni bilishga qudrati yetadigan inchika mashinalarni, uskunalarni yasab chiqqandan keyin buni biladi. Endi 1400 yil burun arpilanma bo'lmagan, tikki cho'kadigan, cho'kkichi kimilimi bo'lmagan, ilmiy kashfiyotlar bo'lmagan shu kunlarda Muhammad alayhisolatu vasallam buni kim aytib berdi? Dengizning tigi bo'lsin, osmon bo'lsin, quyosh bo'lsin, oy bo'lsin, yulduzli bo'lsin va boshqa filanlar bo'lsin, buni kim aytib berdi? Mana buning hammasi mayli Amerikada yaşayotgan, yoki Rossiyada yaşayotgan, Hindistonda yaşayotgan, Xitoyda yaşayotgan, Yevropa, Avstraliyada yaşayotgan har qanday bir aql egasiga bu Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taoloning ilmi bilan tushganligiga guvohlik berdi birodarlar. Allah qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati val arz. Ey Muhammed Aleyhisselam denki bu Kur'an'ı
osmon ve zemindeki sırlarını beyni bilitkan, osmanның sırlarını, zeminning sırlarını, osmanның astidagi, üstüdeki, zeminning astidagi, üstüdeki ve barliq narsalarningdagi sırlarını bilitkan Allah Teala tushadi buni. Bu mening so'zim emasdan dedi. Yana shuningdek bu her bir aqlli kishiga Muhammad alayhisolatu vasallamning Allah Teala'ningki payg'ambari ekanligiga va elchi ekanligiga guvohlik berdi bu. Demak, mana bu dunyo turgan, dunyo e'tirof qilgan, dunyoning yuzida oshkor bo'lgan dengizning tomchisidan bir tomchi bo'lgan, qumliq taklif ekan qumliqdagi bir tal dan bo'lgan mana bu mo'jizalar birodarlar. Ilmiy faktlar bu. Allah subhanahu wa ta'ala meni şundak ilmi faklar bilen Kur'an-ı Kerim'ni her zaman her makanda Allah Teala'nınki hücceti, Allah Teala'nın mukaddes kitabı ikenlikini Allah Teala bayan kıpırıp turvatıda. Şunun için devamlı oylanışımız gerek. Dersimiz müşahede tügüdü. Allah Teala hemmelerge bu dersini devamlaştırılması nasip kılsın ve bunu hemmimizge menfaatli kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillah.